Hurmatli Instagram kuzatuvchilarimiz, bugungi darsimizda sizlar bilan ushbu manekendagi modelni birgalikda modellashtirib, bichib tikamiz. Buning uchun oldi va orqa asos andozamiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bel chizig'idan yon qismini 7 sm tepaga chiqib olamiz, nuqta qo'yamiz. Oldi o'rta qismidan esa 10 sm tepaga chiqib nuqta qo'yib olamiz. Nuqtalarimizni birlashtiramiz. Diqqat bilan e'tibor bering. Birlashtirish jarayonida mana bu masofa bilan mana bu masofa teng kelishi kerak. 8 va 6. 8 va 6. Undan keyin beldan pastki qismini, ya'ni beldan bo'ksiga qarab 10 sm tushamiz yonidan. Va mana shu nuqtamiz bilan bel vichkasi tugagan nuqtamizni birlashtiramiz. Chiziqlarimizni oxirigacha olib kelamiz. Bel chizig'imizni ajratib olamiz va bel vichkamizni yopib olamiz. Tepa qismidan bel vichkamizni yopib olamiz. Diqqat bilan e'tibor bering. Tepa qismida, ya'ni ko'krak yon vichkasini yopib olamiz. Andozamiz tayyor. Aynan mana shu vichka ochilgan qismini belidagi belbog' qismiga ulash jarayonida zborkaga yig'ib ulaymiz. Orqani ham xuddi shu ko'rinishda modellashtirib olamiz. Orqa qismini ham xuddi oldidagi modellashtirdik, faqatgina tepasini yelka qismidagi vichkani yopishni ko'rsatib beraman. Oxirigacha ham qirqamiz va yelka vichkamizni yopib olamiz. Bu zborkaga yig'iladi, xuddi shu tarzda ulanadi. Ana endi bichsagan bo'ladi. Ikki bo'lakka bo'lganimizdan keyin xuddi shu holatda, kasoy holatda taxladik. E'tibor bering, ikki bo'lakka bo'lganimiz sababi mana gullarimiz tepaga qaragan, bu tomoni ham tepaga qaragan. Ikkala qismini tepaga qaragan holatda, buklov holatda taxlab oldik. Ana endi mana shu joydan yubkamizning uzunligini qo'yamiz. Yubkamiz uzunligini 110 cm deb qo'yib olamiz. Va tepa qismida burchagidan mana shu joygacha bo'lgan masofa 35 cm ni qo'yib chiqamiz. Aylantirib va mana shu chizig'imizdan yubka uzunliklarini 110 qilib belgilab olamiz. Bitta darslikda 2-3 ta lifehack. Mana shu kasoy qismi matoni aynan shu qismini 2-3 cm kamaytirib, yedirib olamiz, chunki kasoy qismi osiladi. Xuddi shu tarzda. Andazamizda mana bu baska qismi, ya'ni bel qismidan pastki qismini ajratib olishimiz kerak yubkadan, chunki bundan keyin yubka ulanadi. Buning uchun mana oldi qismini o'rtasiga, ya'ni mana bu oldin o'rta qismi hisoblansa, qo'yamizda 1 cm chok haqqi berib, yonini yoniga qo'yib turib 1 cm chok haqqi berib bu nuqtalarimizni birlashtiramiz. Xuddi shu tarzda bichib olamiz. Detallarimizni bichish jarayonida e'tibor bering, gullari teskari bo'lib qolmasin matoyimizning. Oldi qismini chokli qilaman. Mana shu choklaridan воздушный petlyarlar chiqadi, ya'ni tumachali bo'ladi oldi qismi. Shu joyini gapirib o'tishim joiz deb bildim. Pastkichasini ulaymiz. Ulash jarayonida zborkani joylarini belgilab olamiz, ya'ni o'rtadan 5 cm mana shu joydan, mana 5 cm bu joydan. Yubkamizni ham ikki yonini ulab, tepasidan zborka uchun chok tortib oldik va buni birgalikda hozir xuddi shu ko'rinishda ulaymiz.